Salqin kunlarda quvvat bo'ladigan quruq mevalarga boy pirog pishiramiz. Birinchi bo'lib shakar va 5 dona tuxumni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirgan massani ustiga yog', sut, qatiq, vanilin va quruq mevalarni solamiz. Manda klyukva, mayiz va yong'oq. Barcha masalliqlarni aralashtirib bo'lgach, elangan unga rizriqli solib aralashtiramiz va 3-4 bo'lakka bo'lib, massamizaga sekin-sekin solib, mikser yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Ana endi hosil bo'lgan xamirimizni duxovkani idishiga quyib, ustini xohishingizga ko'ra bezatishingiz mumkin. Men bugun bodom yaproqlaridan foydalandim. Pirogni ustini bezatib bo'lgach, 180 gradusga 40-45 minutga har bir taom va pishiriqlarni ideal darajada pishirib beradigan Goodwill pechkalariga yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, ustilari qip-qizil, ichlari shishib, yumshoqqina bo'lib chiqqan pirogimizni issiqqina dasturxonga tortamiz. Bizga esa yoqimli ishtaha.